agar amraylasa kavnayni barpoy bo'lur bir pustani po'chog'ina joy. Dedilar Hazrati Ruhul Amin, dedilar Hazrati Ruhul Amin, qanot yossa tutar ro'yi zaminna. Uningdek Jibrili sidra parvoz, uningdek Jibrili sidra parvoz, Muhammad yengida tur edi ros. Subhanalloh. Agar Allah subhanahu va taala amr qilsa, bil farz, agar Allah subhanahu va taala amr qilsa, mana shu dunyoni biz ko'rib turibmiz. Shu dunyoni mana shuncha kattaligi bilan, shu dunyoni ichida har qancha maxluqlarki bor, shuni hammasini bir pistani po'chog'iga joy qiladi Allah subhanahu va taala. Pista qancha narsada? Bir pista mana shunchagina. Lekin agar Allah subhanahu va taala xohlasa, mana shuncha dunyoni shuncha kattaligi bilan shu bir pistani po'chog'iga joy qiladi. Ya'ni Allah subhanahu va taala bunday bir buyuk zot. Hazrati Jibril alayhissalom Allah subhanahu va taoladan so'radiki, ey Allah subhanahu va taala, aya mendan ham ko'ra katta bir maxluq sen yaratganmisan? Allah subhanahu va taolo aytdi, meni shunday bir maxluqim bor, 7 qavat yer, 7 qavat osmonni bir dafaga hammasini jutadi. Qarang, 7 qavat osmonni, 7 qavat yerni bir dafaga jutadi. Ya'ni fikr qiling, aslan insonda aslan aqliga bil sig'maydi ki bunday bir katta maxluq bo'lsa. Aslan Hazrati Jibril alayhisalom Allah subhanahu va taoladan so'radiki, ey Allah subhanahu va taolo, bunday bir katta maxluqingiz bo'lsa, bu katta maxluqingiz qayerlik men ko'rganim yo'q. Allah subhanahu va taolo aytdi, "Qo'l meni ilmimda bo'l." Qo'l meni ilmimda, ya'ni men uni tol yaratganim yo'q. Agar yarasa mana shunday narsalarni ham yarataman. Demak, mana shu raqamda Allah subhanahu va taolo agar xohlasa shu dunyoni shu kattaligi bilan bir pistani po'chog'iga joy qiladi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo bunday bir qudratli zotdir. Hazrati Ruhul Amin, ya'ni Hazrati Jibril alayhissalomda aytadi. Jibril alayhissalom kattaligi qancha? Qanot yossa tutarruy zaminda. Agar Hazrati Jibril alayhissalom ikki qanotini agar jossa mukammal yerni betini qanoti oladi. Buncha bir katta, aslida insonning aqliga sig'maydi. Tezligi qancha? Tezligi bir lahzada yerdan uçsa faqat sidratul muntaha, ya'ni Allah subhanahu va taolaning oldiga yetishib boradi. Buncha tez ham bor Hazrat Jibril alayhissalom. Shuncha bir katta maxluqni qarang. Shuncha bir tez maxluqni qarangki, Allah subhanahu va taolaning qudrati bilan Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamni jengiga kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rozi aytib ketadi. Ya'ni bir maydagina xush bo'lib kelgichaydi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam jengiga to'xtagachaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam vahiy olib kelgichaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga rozi aytib ketadi. Ular hammasi Allah subhanahu va taolaning qudratiga dalolat qiladiki, Allah subhanahu va taolo bunday bir katta maxluqni qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jengiga olib keldirib Rasulullohga rozi ayttiradi. Tushundilaringiz, azizlarim? Mana shunday Allah subhanahu va taolo qismiki shunday ishlarni qiladi. Yana bundan ko'ra ham u ishlariki biz aslan uni o'ylaganimiz yo'q. Bu ishlariki aslan bizning fikrimizga kelgan yo'q. Ana shunday ishlarni ham Allah subhanahu va taolo qiladi.